Agar sizda onkologik kasallik, ya'ni qon kasalligi bo'lsa, sirroz kasalliklari yoki gepatoz kasalliklari bo'lsa, vohma va svaz kasalliklarida qon bosimining doimiy oshishi bo'lsa, burundan, a'zolaringizdan ketayotgan qonni to'xtata olmayotgan bo'lsangiz, pilonefrit kasalliklari, buyrak kasalliklari bo'lsa, himdorilar ta'sirida kelib chiqadigan disbakterioz kasalliklari bo'lsa, Telegram orqali bizga analiz diagnozlaringizni jo'natsangiz, biz sizga albatta mana shu tepada aytib o'tilgan kasalliklar bo'yicha yordam beramiz. Onkologik kasalliklardan qon kasalliklari hamda sirroz kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga kichkinalarga 30 kun, kattalarga 40 kunlik muolaja beramiz. Agar mana shu 40 kun, 30 kun ichida bemorga o'sha jigari biz bergan mahsulotni qabul qilsa yoki onkogematologik kasalliklar bo'yicha illigi ko'stni mozgi, ya'ni o'sha o'zinglarni tilinglarda aytganda trombositlar soni ko'tarilsa, muolaja davom etib bemor yaxshi bo'lib chiqib ketadi. Agar mana shu aytilgan 40 kun, 30 kun ichida agar ilik javob bermasa mahsulotimizga yoki sirroz kasalliklarida jigar mahsulotimizni qabul qilmasa, biz 40 kundan keyin muolajani to'xtatamiz.